Bitcoinga ishonch yo'q, uni ortida birorta tashkilot, davlat turmaydi degan insonlarga bitta qiziqarli ma'lumotni aytmoqchiman. Ortida butun boshli Turkiya hukumatı turgan, turk milliy valyutasi lira oxirgi 5 yil davomida dollarga nisbatan qiymatini 82% ga yo'qotdi. Ya'ni misol uchun 5 yil oldin $1000 oylik olgan odam hozir uni oyligi $180 ga teng agar liraga hisoblasa. Agar lirani bitcoinga nisbatan taqqoslaydigan bo'lsak, 98% dan ko'proqqa o'zini qadrini yo'qotdi. Ya'ni men nima demoqchiman? Nimaga odamlar bitcoinga, oltinga ko'proq ishonishadi? Sabab odamlar bugungi kundagi moliyaviy tizimga ishonishmaydi. Siyosiy, iqtisodiy barqarorlik hozir dunyoda juda ham dolzarb muammo. Har xil urushlar, notinchliklar sababli, sanksiyalar sababli birorta davlatning valyutasiga ham ishonch yo'q. Mana men degan qudratli Rossiyaning milliy valyutasi rublning ahvolini ko'rib turibsizlar. Eng ishonchli investitsiya bu bitcoin o'rtoqlar. Bitcoinga investitsiya qiling. Bu, ya'ni bitcoin raqamli oltin hisoblanadi. Kriptovalyutalar esa kelajak puli.